Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib muhokama qilaman. 2026-yilda pensiya to'lovlari nega kamayishi mumkin? Qaysi holatlarda to'lovlar bloklanadi? Qoidabuzar deganda kimlar nazarda tutiladi va pensiya jamg'armasi bayonotlarida oddiy fuqarolar nimaga e'tibor berishi kerak? Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar, balki pensiya yaqinlashayotganlar, nogironlik nafaqasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa olayotganlar, chet elga chiqib ketganlar va hujjatlarda muammo borlar uchun ham juda muhim. Men darhol aytaman, bu mavzuda vahimaga berilish kerak emas. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Chunki bitta noto'g'ri ma'lumot, bitta yangilanmagan hujjat, bitta yashirilgan holat yoki tizimdagi nomuvofiqlik sababli odamning oylik to'lovi vaqtincha to'xtab qolishi, qayta hisoblanishi yoki kamayishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kim xavotir olishi kerak, kimga xavf yo'q, qanday hujjatlar tayyorlanadi va muammo chiqsa qayerga murojaat qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar sizga yoki yaqinlaringizga pulingizni saqlab qolishda yordam beradi. Avval ko'pchilik pensiya tizimini juda oddiy tasavvur qilardi. Yosh yetdi, hujjatlar topshirildi, pensiya tayinlandi. Keyin har oy bank kartaga yoki pochta orqali pul keladi. Odamlar orasida pensiya bir marta tayinlansa, u endi o'zgarmaydi degan tushuncha ham bor edi. Lekin amalda pensiya miqdori doimiy ravishda tekshiriladigan, qayta hisoblanadigan va ayrim holatlarda o'zgartiriladigan to'lov hisoblanadi. Endi esa raqamlashtirish kuchaygani sari pensiya jamg'armasi, soliq organlari, bandlik tizimi, FADYO, migratsiya, banklar, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va boshqa davlat bazalari bir-biri bilan ko'proq ma'lumot almashmoqda. Bu nimani anglatadi? Masalan, bir kishi pensiya olayotgan bo'lsa, tizim uning tirikligi, yashash joyi, ishlayotgan, ishlamayotgani, nogironlik muddati, chet elga chiqib ketgani, boshqa to'lov olayotgani yoki hujjatlaridagi farqlarni avtomatik solishtirishi mumkin. Oldin bunday holatlar ko'pincha qog'oz hujjat orqali aniqlanar edi, vaqt ketardi. Ba'zan xatolar ko'rinmay qolardi. Hozir esa elektron tekshiruvlar tezlashmoqda. Pensiyalar kamaydi degan gapni eshitganda hamma birdan qo'rqib ketadi. Aslida pensiya ommaviy tarzda hammaga bir xil kamayadi degan ma'noda tushunmaslik kerak. Ko'pincha gap individual qayta hisob kitoblar haqida bo'ladi. Ya'ni kimningdir ish staji noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, kimdir bir vaqtning o'zida bir nechta to'lovni asossiz olgan bo'lsa, kimdir nogironlik muddati tugagan bo'lsa-yu, qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, kimdir chet elda uzoq muddat yashab bu haqda xabar bermagan bo'lsa, ana shunday holatlarda to'lovlar kamayishi yoki to'xtashi mumkin. Shu yerda juda muhim farq bor. Pensiya miqdorining qonuniy indeksatsiya, ya'ni oshirilish yoki bazaviy miqdorlar o'zgarishi hisobiga o'zgarishi boshqa masala. Hujjat yoki ma'lumotdagi qoidabuzarlik sabab qayta hisoblanishi boshqa masala. Men bugun aynan ikkinchi masalani, ya'ni bloklanish, kamayish va tekshiruvlar bilan bog'liq holatlarni batafsil tushuntiraman. Asosiy qism bil. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olsin? Kim xavotir olmasin birinchi navbatda? Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani qonuniy asosda olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, bank kartangiz va telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyozli to'lovlar bo'yicha muddatlaringiz o'tmagan bo'lsa, sizda ortiqcha vahima qilishga asos yo'q. Tekshiruvlar halol oluvchilarni jazolash uchun emas, asossiz to'lovlarni aniqlash uchun qilinadi. Endi kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi guruh pensiya tayinlashda ish staji bo'yicha eski hujjatlarga tayanganlar. Masalan, odam 1990-yillarda kolxozda, zavodda yoki kichik korxonada ishlagan, mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin arxivda bu ma'lumot to'liq tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Agar vaqtida noto'g'ri staj kiritilgan bo'lsa, tizim keyinchalik buni aniqlasa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Misol uchun, fuqaro 32 yil staj bilan pensiya olgan deb hisoblangan, lekin elektron tekshiruvda 28 yil to'liq tasdiqlandi. Agar 4 yil staj tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kamayishi mumkin. Bu odamning aybdorligini darhol anglatmaydi. Lekin hujjatlarni qayta tiklash zarur bo'ladi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Nogironlikning ayrim toifalari muddatsiz bo'lishi mumkin. Ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar fuqaro tibbiy ijtimoiy ekspertizadan belgilangan vaqtda qayta o'tmasa, tizim to'lovni to'xtatishi mumkin.
Masalan, bir ayolga 2 guruh nogironlik 1 yilga berilgan. U har oy 20 milyon 200 ming so'm to'lov olib kelgan. Muddat 2026 yil fevral oyida tugaydi. Agar u yanvar oxiri yoki fevral boshida qayta ko'rikka bormasa, mart oyidan to'lov to'xtashi mumkin. Keyin u hujjat topshirsa, ayrim hollarda qayta tiklanadi. Lekin kechikish pulni vaqtida ola olmaslik olib keladi. 3-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu yerda bolalarning yoshi o'qishi, kunduzgi ta'limda ekanligi, turmush qurgan qurmagani kabi holatlar muhim. Masalan, boquvchisini yo'qotgan talaba 15 yoshdan keyin ham kunduzgi ta'limda o'qisa, ma'lum shartlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin u o'qishni tashlab ketsa yoki sirtqi ta'limga o'tsa, bu ma'lumot yangilanmasa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Oddiy misol, bir talaba sentyabrdan o'qishni tashlab ketdi, lekin oila bu haqda xabar bermadi. To'lov yana 6 oy davom etdi. Har oy 800 ming so'mdan bo'lsa, 4 milyon 800 ming so'm ortiqcha to'lov yuzaga keladi. Keyin davlat bu summani qaytarishni talab qilishi mumkin. 4-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan pensiya oluvchilar. Bu masala juda nozik. O'zbekiston pensiya tizimida pensiya oluvchi shaxsning yashash holati hisobda turishi, ayrim hollarda tiriklikni tasdiqlashi muhim bo'ladi. Agar odam chet elga mehnat migratsiyasiga ketgan bo'lsa yoki farzandlari yoniga uzoq muddatga yashashga chiqib ketgan bo'lsa, u to'lov tartibi bo'yicha o'z hududidagi pensiya bo'limidan aniq ma'lumot olishi kerak. Chunki ayrim holatlarda hujjatlar, ishonchnoma, bank ma'lumotlari yoki tiriklikni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Aks holda tizim shubhali holat sifatida to'lovni vaqtincha bloklashi mumkin. 5-guruh bir vaqtning o'zida ishlayotgan pensionerlar. Ishlayotgan pensionerlar bo'yicha qoidalar va hisob-kitoblar alohida bo'lishi mumkin. Ayrim to'lovlar ish haqi bor yo'qligiga, rasmiy bandlikka, soliq to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin. Odam men baribir pensiyadaman, ishlasam ham hech kim bilmaydi deb o'ylamasligi kerak. Hozir rasmiy ishga kirish mehnat shartnomasi, soliq ajratmalari elektron tizimlarda aks etadi. Agar qonunda ma'lum to'lovlar faqat ishlamaydigan shaxslarga berilishi belgilangan bo'lsa, ishlash boshlangandan keyin bu to'lov qayta ko'rib chiqiladi. 6-guruh boshqa birov nomidan pul olib yurganlar. Ko'p oilalarda keksa ota-onaning kartasi farzandida bo'ladi. Buning o'zi har doim qoidabuzarlik degani emas, chunki qarovga muhtoj insonlarga farzandlar yordam beradi. Lekin muammo shundaki, agar pensioner vafot etgan bo'lsa, lekin kartadan pul yetishda davom etilsa, bu juda jiddiy qoidabuzarlik hisoblanadi. Masalan, ota 2026 yil mart oyida vafot etdi. Lekin oila aprel va may oylarida ham kartaga tushgan pensiyani yechib oldi. Keyin FHDYO ma'lumotlari jamg'arma tizimiga tushgach ortiqcha to'lov aniqlanadi va qaytarilishi talab qilinadi. Ayrim holatlarda bu huquqiy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, to'lov bloklansa bu har doim siz aybdorsiz degani emas. Ba'zan tizimda texnik xato bo'ladi. Masalan, pasport yangilanganda eski ma'lumot pensiya bazasida qolib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki bank kartasi muddati tugagan, lekin odam yangi kartani jamg'armaga bog'latmagan bo'lishi mumkin. Yoki FHDYO ma'lumotida familiya imlosi bitta harfga farq qiladi. Bunday holatlarda to'lov vaqtincha ushlanadi. Hujjatlar to'g'rilangach tiklanadi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya kamayishi ba'zan qarzdorlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar oldin ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyingi oylarda ma'lum miqdorda ushlab qolish orqali qoplash mexanizmi qo'llanishi mumkin. Misol uchun, fuqaro o'tgan oy davomida har oy 30 ming so'mdan ortiqcha to'lov olgan. Jami 3 million so'm ortiqcha to'lov chiqdi. Uni birdaniga qaytarish qiyin bo'lsa, qonuniy tartibda keyingi pensiyadan ma'lum foiz ushlab qolinishi mumkin. Shunda odam pensiyam kamayib qoldi deydi. Aslida esa oldingi ortiqcha to'lov qaytarilayotgan bo'ladi. 3-nozik jihat, imtiyozli pensiya va oddiy pensiya farqi. Ba'zi kasblar bo'yicha imtiyozli staj, zararli mehnat sharoiti, harbiy xizmat, tibbiyot, ta'lim yoki boshqa sohalarda alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Agar odam imtiyozli pensiyaga chiqqan bo'lsa, shu imtiyozni tasdiqlovchi hujjatlar juda puxta bo'lishi kerak. Masalan, faqat mehnat daftarchasidagi lavozim nomi yetmasligi mumkin. Ba'zan ish sharoitini tasdiqlovchi buyruq, ma'lumotnoma, tarif ro'yxati, arxiv hujjati talab qilinadi. Agar bu hujjatlar keyin tasdiqlanmasa, imtiyozli hisob bekor qilinib, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. 4-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi o'zgarganlar.
Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartirgan bo'lishi, pasportda bitta yozuv, mehnat daftarchasida boshqa yozuv, diplomda 3-ko'rinish bo'lishi mumkin. Masalan, Gulnora bir hujjatda Gulnora, boshqasida Gulnora deb yozilgan. Bu mayda farqdek ko'rinadi, lekin elektron tizim hujjatlarni moslashtirishda muammo chiqarishi mumkin. Shu sababli nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi va boshqa tasdiqlarni saqlash juda muhim. 5-nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner o'zi borib ola olmasa, ishonchli shaxs orqali olish tartibi mavjud bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnomaning muddati notarial tasdiqlanishi pensionerning tirikligi va roziligi muhim. Eski ishonchnoma bilan uzoq vaqt pul olishga urinish muammo tug'diradi. Ayniqsa pensioner kasalxonada, qariyalar uyida yoki chet elda bo'lsa, hujjatlar juda aniq rasmiylashtirilishi kerak. 6-nozik jihat bank kartasi va SMS xabarnoma. Ko'plab pensionerlar kartasidagi harakatlarini kuzatmaydi. Farzandlari yoki tanishlari yordam beradi. Men har doim tavsiya qilaman. Pensiya tushadigan karta bo'yicha SMS xabarnomani yo'qing. Iloji bo'lsa ishonchli yaqin kishi bilan birga har oy tushum va yechimlarni tekshirib boring. Chunki ba'zida pensioner pensiya kamaydi deb o'ylaydi. Aslida karta orqali kredit to'lovi, kommunal to'lov yoki avvalgi qarzdorlik avtomatik yechilgan bo'ladi. 7-nozik jihat menga falonchi aytgan gapga ishonmaslik. Pensiya masalalarida eng ko'p zarar norasmiy gaplardan keladi. Kimdir hammaning pensiyasi 2026 yilda kamayarkan deydi. Kimdir kartadan pul yechib qo'ymasang bloklanarkan deydi. Kimdir hujjat topshirmasang butunlay bekor bo'larkan deydi. Men ekspert sifatida aytaman, har bir holat shaxsiy, rasmiy qaror, jamg'arma xabari, qonuniy asos va sizning hujjatlaringiz tekshirilmasdan xulosa chiqarish mumkin emas. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsangiz, hozirdan quyidagi ishlarni qiling. Birinchi qadam, o'z hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, harbiy bilet, diplom, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari. Bank karta rekvizitlari bitta papkada tursin. Bu oddiy tuyuladi, lekin muammo chiqqanda eng ko'p vaqt aynan hujjat qidirishga ketadi. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganini tekshiring. Yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, bank rekvizitlari, pasport ma'lumotlaringiz yangimi? Staj yillaringiz qanday ko'rsatilgan? Pensiya turi to'g'ri belgilanganmi? Shularni aniqlang. Agar imkon bo'lsa, yozma yoki elektron ma'lumot oling. Og'zaki aytilgan gap keyin isbot bo'lmaydi. 3-qadam, agar pensiya kamaygan bo'lsa, darhol sababini so'rang. Nega kamaydi deb umumiy savol bermang, aniq yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori 2026 yil falon oydan boshlab kamayganini aniqladim. Pensiya miqdori kamayishining huquqiy asosi, hisob-kitobi. Ushlab qolingan summa bo'lsa, uning sababi va qayta hisoblash varaqasini taqdim etishingizni so'rayman. Mana shunday aniq ariza berilsa, tashkilot sizga aniq javob berishi kerak. 4-qadam, agar to'lov bloklangan bo'lsa, avval bankdan, keyin pensiya organidan tekshiring. Ba'zan pul jamg'arma tomonidan yuborilgan, lekin karta muddati tugagan bo'ladi. Ba'zan bank kartasi bloklangan, ba'zan esa pensiya organi to'lovni vaqtincha to'xtatgan bo'ladi. Bankdan hisobvaraq holati, karta muddati, cheklov bor yo'qligi haqida ma'lumot oling. Pensiya bo'limidan esa to'lov to'xtashining aniq sababini so'rang. 5-qadam, agar sizdan ortiqcha to'lovni qaytarish talab qilinsa, hisob-kitobni tekshirmasdan darhol rozi bo'lib imzo qo'ymang. Men to'lamang demayapman. Qonuniy qarzdorlik bo'lsa qaytariladi. Lekin summa to'g'ri hisoblanganmi? Qaysi oylar uchun? Qaysi asosda? Sizning aybingiz bormi yoki tizim xatosimi? Bularni bilishingiz kerak. Agar noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayta ko'rib chiqishni so'rang. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi jamg'arma organiga yoki sudga murojaat qilish mumkin. 6-qadam. Nogironlik to'lovlari bo'yicha muddatlarni kalendarga yozib qo'ying. Qayta ko'rik sanasini kutib o'tirmang. Kamida bir oy oldin oilaviy shifokor, poliklinika va tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibini aniqlang. Hujjatlar, tibbiy karta, epikriz, shifoxona xulosalari, analizlar, tashxislar, davolanish varaqalari, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va avvalgi ekspertiza xulosasi tayyor bo'lsin.
Kechikish sizga pul yo'qotish bo'lib qaytishi mumkin. 7-qadam. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila farzandining o'qish holatini har o'quv yilida tasdiqlab tursin. Kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma oling. Agar o'qishni tashlasa, akademik ta'til olsa yoki ta'lim shakli o'zgarsa, buni yashirmang. Bugun yashirilgan narsa ertaga katta qarzdorlik bo'lib chiqishi mumkin. 8-qadam. Chet elga ketayotgan pensionerlar oldidan maslahat oling. Qaysi muddatga ketayotganingizni, pensiyani qanday olishingizni, ishonchnoma kerakmi? Tiriklikni tasdiqlash talab qilinadimi? Bank kartangiz ishlaydimi? Hammasini aniqlang. Borib kelaman deb ketib, keyin hujjatni masofadan hal qila olmay qolish ko'p uchraydi. 9-qadam. Oila a'zolari vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechmasin. Vafot holati bo'lsa, tegishli tartibda FDI orqali guvohnoma olinadi. Keyin pensiya organiga xabar beriladi. DAF puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'lsa, ularni alohida tartibda rasmiylashtirish kerak. Lekin vafot etgan odam nomiga tushgan navbatdagi pensiyani baribir oilaga kerak edi deb yechib olish keyinchalik katta muammo tug'diradi. 10-qadam. Barcha murojaatlaringizni hujjatlashtiring. Arizani 2 nusxada bering. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali aytilgan gapga tayanib qolmang. Pensiya masalasida isbot eng muhim narsa. Men yana bir muhim maslahat beraman. Agar siz keksa ota-onangizga yordam berayotgan bo'lsangiz, ularning pensiya hujjatlarini bir marta tekshirib chiqing. Ko'p ota-onalar hammasi joyida deydi, lekin pasport muddati, karta muddati, telefon raqami, manzil yoki nogironlik muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Farzand sifatida bir kun vaqt ajratib hujjatlarni tartibga keltirsangiz, keyin oylar davomida yugur-yugurdan qutulasiz. Demak, 2026 yilda pensiyalar masalasida eng asosiy xavf shundaki, to'lovlar hamma uchun ommaviy kamayadi degani emas, lekin hujjatlarda xato, noto'g'ri staj muddati tugagan nogironlik, yashirilgan o'zgarish, ortiqcha to'lov, vafot etgan shaxs nomidan pul olish, chet elda uzoq qolish yoki bank ma'lumotlaridagi muammo bo'lsa, pensiya kamayishi vaqtincha bloklanishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Halol. Hujjati to'liq va ma'lumotlari yangilangan fuqarolar vahima qilmasin, lekin hamma o'z holatini tekshirib qo'ysin. Mening asosiy tavsiyam oddiy. Hujjatlarni tartibga keltiring. Rasmiy manbadan tekshiring, yozma javob talab qiling. Muddatlarni o'tkazib yubormang va norasmiy gaplarga ishonmang. Pensiya bu insonning yillar davomida qilgan mehnati evaziga oladigan haqqi. Shuning uchun uni himoya qilishda beparvolik qilmaslik kerak. Sizda ham pensiya kamayishi, bloklanishi yoki qayta hisoblash bo'yicha holat bo'lganmi? Izohlarda yozing. Qaysi viloyat yoki tumanda qanday muammo uchrayotganini ayting. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Keyingi videolarda men pensiyani qayta hisoblatish, stajni arxiv orqali tasdiqlash va ortiqcha to'lov bo'yicha e'tiroz yozish tartibini alohida tushuntirib beraman.